Anlayotganinglar Muhammed Aleyhisselam'ның tercüme hali namlı eser. 91. bab Hamraul Asad uruşu. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye qaytib kelgandan keyin mushriklarning oxirgi g'albani qo'lga keltirish maqsadida keyniga yenib Medine'ga hujum qilish ehtimolining oldini olish uchun sahobalarga dushmanning orqasidan qo'g'lashni chaqiriq qildi ve faqat Uhud urushiga qatnashganlarni buyurdi. Sahabeler Allah'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın çağırıqıga avaz qo'shib, jarohatlarini tangib Uhud jangi uchun bağlangan elemni yashmasdan atlanishdi. Elem Ali ibn Abi Talibga tutqizildi. Peygamber Aleyhisselam Medine'de öz o'rniga Abdullah ibn Maktumni qo'ydi. Lashkarlar atlanib Hamraul Asad degan joyga yetib bordi. Peygamber Aleyhisselam'ın o'ylig'ini to'g'ri chiqdi. Mushriklar Medine'ni talan-taraj qilib, oxirgi g'albani qo'lga keltirmay, musulmonlarni tashlab qaytib kelganliklari uchun o'zaro tapa-tani qilishib, orqaga qaytish niyatiga kelib turishgan edi. Mushriklar Peygamber Aleyhisselam'ning qo'g'lab chiqqanligini anglab, Uhud jangiga chiqmaganlarmi qo'shilib chiqqan bo'lishi kerak deb o'ylashdi. Alloh ularning diliga qo'rqinish soldi. Shuning bilan mushriklar Makkaga qarab tikibdi. Peygamber Aleyhisselam Hamraul Asad'da şair Abu Azza'ni tutib olib, o'limga buyurdi. Çünkü o Badr urushida asirga tushganda Peygamber Aleyhisselam uni musulmonlarga qarshi chiqmaslik sharti bilan qo'yib bergan edi. Bu navbat u: "Ey Muhammad, marhamat qilib qizlarim uchun qo'yib bersang, sana bundan keyin qarshi chiqmaslikka va'da bersam" dedi. Peygamber Aleyhisselam: "Yo'q. Senin Mekke'ye salamet qaytib berip Muhammed'ni 2 qatım aldı dem deyişinge yol koyulmaydı. Mümin adam çayan çaqqan tüşükке 2. qatım kolunu salmaydı. Zeyd, onun kallasını al" dedi. Şunun bilen Ebu Azza öldürüldü. Peygamber Aleyhisselam'ın bu vasiyetinden aldınıştın saklanmagan adam akıllık hesaplanmaydıganlığı, şuna hakimiyetinin asasını çıngıtış üçün qat'i bo'lishning zarurligi to'g'risida zo'r tarbiya olishimiz lozim. 92. bab Mushu yil yuz bergan voqealar. Peygamber Aleyhisselam'ның Osman ibn Affanның nikohidagi Ruqya ismli qizi vafot bo'lgandan keyin Peygamber Aleyhisselam Ummu Kulsum degan yana bir qizini uningga berdi. Şuna Osman Zunnurayn, yani 2 nur egesi deb atalgan edi. Mushu yili Peygamber Aleyhisselam Ömer ibn Hattab'ның qizi Hafsani nikohiga oldi. Hafsining onasi Osman ibn Mas'unning hamshirasi edi. Hafsa burun Xunays ibn Huzabining nikohida edi. Xunays Badr urushida yaralanib qazo topgan. Mushu yili Peygamber Aleyhisselam Hilal ibn Amir avlodidan Xuzaymaning qizi Zeynabni nikohiga oldi. Zeynep cahiliyet davrida miskinlarga qilgan shafqati va xayri saxovati tufaylidan Ummul Masakin, miskinlarning onasi deb atalgan edi. Zeynep Abdullah ibn Jahshning amrida bo'lib, Abdullah Uhud jangida shahid bo'lgan edi. Mushu yili Alining o'g'li Hasan tug'ildi. Mushu yili aroq harom qilindi. Arab xalqi aroqni nihoyat yaxshi ko'radi. Şuna aroq biroqla cheklansa qiyin bo'lishi ko'zda tutilib, tadrijiy cheklandi. Aroqning harom qilinishi kishini uningdan seskandiradigan voqealar tufaylidan kelib chiqdi. Chunki biror yomon ishning cheklanishi biror voqea tufaylidan bo'lsa, bundoq voqeani ayblashga hamma odam qo'shiladi. Bundoq bo'lganda kishiga ta'sir uchun qurb bo'ladi. Aroq to'g'risida dastlabda Qur'ondagi mana oyat nozil bo'ldi. Ey Muhammed, ular senden aroq ve qimor to'g'risida so'rashadi. Sen ularga bu ikkisida cho'ng gunoh bor ve kishilarga ozgina nafmo bor. Lekin ulardagi gunoh nafga qaraganda cho'ngdir degan. Sura Baqar 219-oyatning bir qismi. Qimorning foydasi shuki, arablarning odati bo'yicha u kambag'allarga sadaqa qilib beriladi. Aroqning foydasi badanni kuchaytirishda edi. Ba'zi musulmonlar aroq ichib namozda qiroatdan ezib ketganda, masjidda namoz o'qish
Qur'ondagi bunu oyat bilan man'iy qilingan. Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lib qolganda nima deyotganinglarni bilgudek bo'lguncha namozga yaqinlashmanglar. Sura Nisa 43-oyatning bir qismi. Ba'zi musulmonlar aroq ichib diniy birodarlarga ziyon zahmat yetkazib qo'yganlikdan Qur'ondagi bunu oyat nazil bo'lib, aroq qat'iy harom qilingan. Ey mu'minlar, aroq ichish, qimor o'ynash, iloh qilib tiklangan narsalarga cho'qinish, pal o'qlar bilan pal selish faqat shaytonning ishi. Paskani qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton haroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, o'chmanlik tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi haroq, qimordan yanmamsizlar. Sura Maida 90-91-oyatlar. Ayni zamondagi musulmonlar yandoq deb javob bergan. Hozirgi zaman musulmonlari mo shundoq javob bersin. 93-bob Hijriyaning 4-yili. 4-yilning başida Payg'ambar alayhisalom Xuvaylidning o'g'illari Tolayha va Salamalarning o'z qavmi Bani Asadni Payg'ambar alayhisalomga qarshi urushga qo'zg'atganligidan xabar topdi. Payg'ambar alayhisalom Abu Salama ibn Asad Mahsumiyni chaqirib, alamni uningga berib, uni Bani Asad qabilasiga hujum qilishga buyurdi va uningga bir turkum odam qo'shib berdi. Abu Salama Muharram oyining 5-ida otlanib, Qatan degan joyga yetib kelib, Bani Asadga hujum qildi. Bani Asad xalqi makonlarini tashlab qochdi. Abu Salama urushmay, qo'y tugilarni g'animat olib, 10 kundan keyin qaytib keldi. Mushu yilning 5-ida Makkadagi Urana degan joyda turishliq Sufyan ibn Xolid ibn Nubayhil Huzalining Payg'ambar alayhisalomga qarshi urushga odam to'playotganligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom uni o'ldirishga Abdullah ibn Unays Juhanini yolg'iz avatdi. Abdullah vazifani o'rinlash ehtiyoji uchun yolg'on aytishga ruxsat qilishni so'radi. Payg'ambar alayhisalom ruxsat qilgandan keyin o'zini Xoza'a qabilasidan qilib ko'rsatmoqchi bo'lganligini aytdi. Abdullah Muharramning 5-ida otlanib Sufyanning qishiga bordi. Sufyan uning kimligini so'radi. Abdullah, "Men Xoza'a qabilasidan bo'laman. Sening Muhammadga qarshi odam to'playotganligingni anglab, sen bilan birga bo'lish uchun keldim", dedi. Sufyan Abdullahning deganidek odam to'playotganligini aytdi. Abdullah Sufyanga parang qilib berib mangdi. Sufyan uning so'zini qiziqib anglaydi. Sufyanning chadiriga yetib borgandan keyin chadirdagilar chiqib ketishdi. O ikkisi yolg'iz qoldi va Sufyan uxlab qoldi. Bu chaqda Abdullah Sufyanni o'ldirib o'tib, Madinaga qaytib keldi. Uning keynidan hech kim qo'g'lamadi. Alloh mu'minlarni kofirlarning urush etishidan saqladi. 94-bob qo'shin avatish. Mushu yilning Safar oyida Azal Qara qabilalaridan islom dinidan ta'lim berishga odam avatishni talab qilib kelgan bir turkum kishilarga Payg'ambar alayhisalom 10 kishini qo'shib berdi. Osim ibn Sabit Ansariyni ularga boshliq qilib tayinladi. Ular otlanib kechisi yo'l mangdi. Kunduzi yushurindi. Raji degan joyga yetib borganda bayqi bir turkum kishi xiyonat qilib, musulmonlarni Abdullah ibn Unays tarafidan o'ldirilgan Sufyan ibn Xolid Huzalining qabilasiga ko'rsatib qo'ydi. Huzal qabilasidan 200 nafar o'qchi otlanib, musulmonlarning orqasidan qo'g'lab yiqinlashganda, musulmonlar tuyib qilib shu yerdagi bir tog'ga chiqib oldi. Dushmanlar ularga "Tog'dan tushinglar, sizlarni o'ldirmaslikka va'da beramiz", dedi. Musulmonlardan 3 kishi dushmanlarning so'ziga aldinib tog'dan tushdi. Osim bilan qolganlar mushriklardan panoh tilab tog'dan tushishdan bosh tortib, mushriklar bilan urushdi. Tog'dan tushganlarning birini dushmanlar o'ldirdi. Qolgan ikkisini Makkaga ilib berib, musulmonlarga 3 bor mushriklarga sotdi. Shuning bilan ular Makkada o'ldirildi. Ularning biri bo'lgan Xubayb ibn Adi o'lish oldida mono she'rini o'qidi.
Faqat iman bilan kessamla bo'ldi yo'qki parvoyim. Shahid bo'lib yiqilsam sol tarafdan yoki o'ng yondan. Xudoning yo'lida o'ldim agar u xolisa cheksiz. O'rin olg'ay bu qiynalgan vujudim bag'ir rizvondan. 95-bob qo'shin avatish. Mushu yilning safar oyida Bani Amir qabilasining boshliqlaridan Muloyibul Asinna nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Amir ibn Malik Payg'ambar alayhisolamning huzuriga keldi. Payg'ambar alayhisolam uni musulmon bo'lishga da'vat qildi. U musulmon bo'lmadi, lekin bir oz yiqilishib, "Men sening da'vatingni go'zal, esil deb qarayman. Sahabalaringdan bir bo'lik kishilarni men bilan Najda ahliga avatib, ularni dinga da'vat qilsang, ular qabul qilishi mumkin", dedi. Payg'ambar alayhisolam Najda ahlining ularga ziyonkashlik qilib qo'yishidan qo'rqaman, dedi. Abu Amir, "Men ularga boshpanah bo'lay", dedi. Payg'ambar alayhisolam Munsir ibn Amrning boshchiligida sahobalaridan 70 kishini avatdi. Bular sahabalarning ichida Qur'onni ko'p o'qiganligi uchun qurra, ya'ni qarilar deb atalgan edi. Ular atlanib Bi'rmauna degan yerga kelib tushgandan keyin Bani Amir qabilasining boshlig'i Amir ibn Tufaylga Haram ibn Milhandan maktub yo'lladi. Amir maktubga e'tibor qilmay Haram ibn Milhanni o'ldirdi. Ondan Haram ibn Milhanning hamrohlariga qarshi urush qilishga Bani Amirliqlarni chaqirgan bo'lsa-mu, ular Muloyibul Asinnaning boshpanohligidagi kishilarga chiqilishga unamadi. Amir Bani Sulaym qabilasidan Ri'li, Zakwan va Usayyalardan yordam so'raganda ular qabul qildi va Amir bilan birga berib sahobalarni qurshib olib urushdi. Sahobalar nihoyatda qahramonlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, soni oz, dushmanlarining soni ko'p bo'lganlikdan qutulish imkoniyati bo'lmay hammasi qirilib tugadi. Faqatla Ka'b ibn Zayd bilan Amr ibn Umayya qutulib qoldi. Ka'b o'liklarning orasida yetib olganlikdan o'liklar qatorida sanalib qutulib qoldi. Amr ibn Umayya ish bilan sirtqa chiqib ketgan edi. U Payg'ambar alayhisolamning yoniga borib, sahobalarning qirilganligini yetkazdi. Payg'ambar alayhisolam sahobalariga nutq so'zladi. Nutqda: "Qarindoshlaringlar mushriklar tarafidan o'ldirildi. Ular: Ey Robbimiz, xalqimizga yetkazginki, biz sening dargohingga ketdik. Biz sendan rozi va sen bizdan rozi", degan, dedi. Payg'ambar alayhisolam bu hodisa bilan Raji hodisining xabarini bir kunda anglab qattiq qayg'urdi va ularga xiyonat qilgan mushriklarga bir oygacha namozda beddua qildi. 96-bob Bani Nazir urushi. Yengillikning oqibati nima degan yomon? Xushal-xuram, xotirjam yashayotgan biror qavmning boshliqlari o'zlariga foydalab deb qilgan biror xiyonat shu qavmga baloyi ofat, xona vayronchilik qilib keladi. Xazraj qabilasining ittifoqdoshi Madinaga qo'shni o'ltiraqlashgan Bani Nazir yahudiylarining ahvoli ana shundoq bo'ldi. Bani Nazir qabilasi bilan musulmonlarning orasida o'zaro tinch yashash kelishimi bor edi. Lekin Bani Nazir qabilasi asadxo'rlik qilib, haddidan oshib va'dasiga vafo qilmadi. Bir chaqda Payg'ambar alayhisalom ba'zi sahobalar bilan Bani Nazirlarning yurtida bo'lgan edi. Shu chaqda ulardan bir guruh odam Payg'ambar alayhisalomga ziyonkashlik qilishni planlab, birisini Payg'ambar alayhisalomning ustiga o'ksidan tugman tashi tashlab ujuqtirib o'tishga tayinladi. Payg'ambar alayhisalom ularning suiqasdini sezib, sahobalarni agashtirib qaytib ketdi. Ondan Muhammad ibn Maslamani avatib, ularga xoinlik qilganligi uchun Madinadan chiqib ketishini uqtirdi. Kishi xoinlarga sal qarmay, ularga qat'iy bo'lish kerak. Bani Nazir yahudilari chiqib ketishga hozirlanayotganda, ularning birodarlari bo'lgan munofiqlar odam avatib, "Yurtinglardan chiqib ketmanglar. Biz sizlarga yer yo'lakda bo'lamiz", deydi. Allah Qur'onda munofiqlarning tilidan hikoya qilib mundoq deydi:
Ey Muhammed, munofiqlarning iymon etmagan ahli kitob birodarlariga agar sizlar yurtinglardan chiqarib o'tilsanglar, biz cho'qim sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Hargiz sizlarning zininglar hisobiga boshqa odamga itoat qilmaymiz. Sizlarga urush ochilsa, cho'qim sizlarga yordam beramiz deyishganligiga qaramadingmi? Allah guvohlik beradiki, munofiqlar cho'qim yolg'onchilardir. Agar ular haqiqatan haydab chiqarilsa, munofiqlar ular bilan birga chiqmaydi. Agar ularga jazman urush ochilsa, munofiqlar ularga yordam bermaydi. Yordam bergan taqdirdami orqasiga qarab qochadi da ahli kitob yordamga erisholmaydi. Sura Hashr 11-12 oyatlar. Lekin Yahudilar munofiqlarning yordam berish va'dasidan umid kutib, surgun bo'lishni kechiktirdi. Payg'ambar alayhisalom ular bilan urush qilishga hozirlanib, odam to'plab chiqdi. O'rniga Madinada Abdullah ibn Maktumni qo'ydi. Alamni eliga tutqizdi. Bani Nazir qabilasidagi Yahudilar musulmonlarning hujumidan aman qolamiz deb qo'rg'onlarga bekinib oldi. Payg'ambar alayhisalom ularni 6 kun muhosara qilgandan keyin taslim qildirish uchun ularning xurmo daraxtlarini kesib tashlashni buyurdi. Allah Yahudilarning ko'ngliga qo'rqinish soldi. Munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubaydan yordam kelmadi. Ular burun Bani Qaynuqa qabilasidan voz kechgandek Bani Nazir qabilasidan voz kechdi. Yahudilar Payg'ambar alayhisalomdan o'zlarini o'ldirmaslikni, quroldan boshqa narsalarni tuygilari ko'targudak yuklab surgun bo'lib chiqib ketishga ijozat berishni o'tindi. Yahudilar uylarini musulmonlarga qolmasin deb o'z qo'llari bilan buzib chiqib ketdi. Yahudilarning ba'zilari Xaybarga kelib tushdi. Bularning ichida Yahudilarning cho'nlaridan Huyay ibn Axtab va Sallam ibn Abu Huqayqlar bor edi. Ba'zilari Shamdagi Azraat degan joyga borib tushdi. Ulardan Yamin ibn Amr bilan Abu Said ibn Wahbi musulmon bo'ldi. Bani Nazirdan g'animat ilingan mallarni Payg'ambar alayhisalom g'ozilarga taqsim qilib bermadi. Chunki bu ot tugular bilan jang qilish orqali ilingan g'animat emas edi. Bundaq g'animat urush tayyorliklari uchun Payg'ambar alayhisalomning o'ziga, oilasiga, yaqinlariga, yetim miskin, g'ariblarga ishlatishga xos edi. Qur'onda shundoq ko'rsatilgan. Allah payg'ambariga urushsiz o'lja qilib bergan har qaysi shahar oilalarining mol-mulki Allohning, payg'ambarining yaqin tuqqanlarining, yetimlarning, mayitlarning, pul xarajatidan ayrilib qolgan musofirlarning haqqidir. Sura Hashr 7-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhisalom bu o'ljadan bir qismini o'z yurtini tashlab chiqishga majbur bo'lgan kambag'al muhojirlarga berdi. Bular Madinaga hijrat qilib kelgan chaqlarida ansarlardan olgan narsalarini egalariga qaytarib berishdi. Payg'ambar alayhisalom o'zi tarib oilasining bir yillik uzuqini hal qilib olish uchun bir parcha yerni bilib oldi. 97-bob Zatur Riqa urushi. Mushu yilning Rabiul Oxir oyida Najd tarafida yashovchi arablardan Bani Muharib, Bani Su'laba qabilalarining Payg'ambar alayhisalomga qarshi urushga tayyorlanayotganligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom hozirlik ko'rib, ularga 700 nafar g'ozi bilan qarshi otlandi. O'rniga Madinada Osmon ibn Affonni qoldirdi. Ularning diyoriga borib qarasa, ayollardan boshqa odam ko'rinmadi. Erlari qo'rqib, qochib tog'larning ustiga chiqib olishgan ekan. Keyin ulardan bir turkum odam to'planib, musulmonlarga qarshi chiqdi. Musulmonlarga yiqilishib kelganda, ular topi tani bilan bir-birini qo'rqitdi. Namoz degar vaqti bo'lib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom dushmanlarning hujum qilib qilishidan ansirab, namozni jang maydonida o'qiydigan qoida bo'yicha o'qidi. Alloh taolo dushmanlarning ko'ngliga qo'rqinish soldi. Ular Payg'ambar alayhisalomdan qo'rqib tarqalib ketishdi. Bu urushni Imom Buxoriy Hijriyaning 7-yili bo'lgan deb qaraydi. Islom tarixchilarining hammasi 4-yili bo'lgan deb qaraydi. 98-bob Kinki Badr urushi.
Mushu yil Sha'ban oyi kirish bilan Abu Sufyanning va'dalashgan vaqti yetib keldi. Uhud jangi oyoqlashganda Abu Sufyan musulmonlarga kelar yili Badr savdo mavsumida sizlar bilan yana so'qishimiz degan edi. Payg'ambar alayhisalom buningga qo'shilgan edi. Badr har yili Sha'ban oyida savdo bozori ochiladigan joy edi. Savdogarlar u yerda 8 kun turadi. Va'dalashgan mezgil yetib kelganda Qurayshda qahatchilik yuz berganlikdan Abu Sufyan urushga chiqishga beton olmadi. Va'dasida tura olmadi degan batnomga qilishdan qo'rqib, musulmonlarni urushga chiqishdan voz kechtirmoqchi bo'ldi. Abu Sufyan askarining ko'pligi bilan musulmonlarni qo'rqitmoqchi bo'lib, Naim ibn Mas'udni tanlab avatdi. Alloh taolo Naimning Madinaga kelib, musulmonlarni qo'rqitish uchun qilgan so'zini naql qilib mundoq dedi. Ayrim odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Alloh kifoya. Alloh nima degan yaxshi homiy dedi. Sura Ali Imron 173-oyat. Payg'ambar alayhisalom Naimning tahdid so'zlariga pisand qilmay, Allohga tavakkul qilib 1500 sahoba bilan otlandi. Madinada o'z o'rnida Abdullah ibn Ubayning o'g'li Abdullahni qo'ydi. Ular yurib Badrga borib qarasa, hech odam ko'rinmadi. Chunki Abu Sufyan Naimning qo'rqitishi bilan musulmonlar chiqmaydi. Shuning bilan musulmonlar va'daga xiloflik qilgan bo'ladi deb o'ylab, Quraysh xalqini 1-2 kun mangandan keyin qaytib kelishga buyurgan edi. Abu Sufyan Quraysh askarlarini ilib mashhur bozor Majinna degan yerga yetib kelganda qavmiga bu yil qahatchilik yili, ma'murchilik yilida kelsak yaxshi bo'ladi. Qaytib ketinglar degan edi. Musulmonlar Badrda turib savdo ishlarini o'zlari mustaqil qilishdi. Alloh taolo bular to'g'riliq Qur'oni Karimdagi bu oyatni nozil qildi. Ular Allohning ne'mati va fazli bilan hech qanday ziyon zahmatga uchirmay qaytib keldi. Ular Allohning roziligini izladi. Alloh ulug' fazli egasidir. Sura Ali Imron 174-oyat. Safvan ibn Umayya buni anglab Abu Sufyanga "Asfirayu Xudo, musulmonlarga qilgan va'dangdan seni boshda to'sgan edim. Musulmonlar bizning va'daga xiloflik qilganligimizni ko'rib, bizga qarshi otlanishga jur'at qildi" dedi. 99-bob yuz bergan voqealar. Mushu yil Payg'ambar alayhisalomning nevrasi Husayn ibn Ali tug'ildi. Huzaymaning qizi Payg'ambar alayhisalomning ayoli Zaynab vafot bo'ldi. Mushu yil Payg'ambar alayhisalomning hammasining o'g'li va Rasulullohning emildosh qarindoshi Madinaga dastlab hijrat qilgan Abu Salama vafot bo'ldi. Eri vafot bo'lib, tul qilgan Ummu Salamani Payg'ambar alayhisalom nikohiga oldi. Hijriyaning 5-yili 100-bob Davmatul Jandal urushi. Mushu yilning Rabiul Avval oyida Payg'ambar alayhisalomga Davmatul Jandalning bir turkum arabiylarining yo'ldan o'tgan kechkanlarga jabr zulm qilib atganligi, Madinaga yurish qilmoqchi bo'lganligi anglandi. Payg'ambar alayhisalom ular bilan urushga hozirlanib, 1000 sahoba bilan otlandi. Madinada o'rniga Siba'a ibn Urfutani qoldirdi. Kunduzi yushurinib, kechasi minib, arabiylarga yaqinlashganda Davmatul Jandal aholisi o'qib qilib, tarqalib ketdi. Musulmonlar hujum qilib, ularning chorvalarini g'animat oldi. Chorvalarga qaraydiganlarning ba'zisi qo'lga tushdi, ba'zisi qochib ketdi. Sahobalar ularning makallariga berib qarasa, hech odam uchurmadi. Atrofga chorlovchilarni avatibmi, biror odamni topolmadi. Payg'ambar alayhisalom g'animatlarni ilib Madinaga qaytib kelib o'tib, yo'lda Pazara qabilasining boshlig'i Uyayna ibn Hisni bilan kelishim tuzdi. Uyaynaga 1000 nayzilik odam qaraydiganligi uchun Payg'ambar alayhisalom uni Galvon boshliq dedi.
Onun yeri qaqaslıqqa aylanib ketganlikdan Peygamber aleyhisselam onunğa çarvalarını beqish uchun Madinadan 36 mil yiroqlikda yer bilib berdi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.